Assalomu alaykum hammaga. Biza Gurlan tumani Birlashgan mahallasi, Birlashgan ko'chasi 10-uydamiz. Bu yerni kommunal 2 ham deganlar. Bu uyimiz egasi Abdulla akamiz. 10 kunlardir ish buyuradi. Bu yerdan hozir xudo xolasa ko'mir atablini yoqib, qizdirib topshirib berdik. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Xudo xolasa ishlarimizni topshirdik. Uyimizda şu 10 tochka bo'ldi, 8 yere batarya qo'yildi, kotelimiz bir tochka, nazorat sistemalarimiz bir tochka hisoblanadi. Bu dalandagi oxirgi bataryamiz giraversh yeri 15 lat qo'yib berganmiz. Ikkinchi yernadan bergi tarafı bor ekan, bu yernadan 15 latib birini tashlab berdik. O'zi ham yerine 15 lat turadik, spalniylaridan, dalanlardan. Biz beylari 20dan qo'yib berdik, lekin o'z taraflari bilan 15 bo'ladi dedi. Uyimiz o'zi normalni saqlaydi dedi. Kraskalarni ham urib, chiroyli taxlab tashladılar. Hammasini devordan chiqib, orqalari 3,5-4 santim. Avoylarni ishlaganimiz. Ko'p yerlari o'zini avvalgi dush qo'nlarına doğru geldi. Shuning uchun sal guruhroq bo'lib ketdi bo'lmasa. Boshqa meri bir xil bo'ldi. Uyimiz podacha obratga sistemada samotyok bo'ldi. 32lik 25lik aralashtirib ishlab berganmiz. Turbalarimiz 32-25lik 2.5lik stenkada, 20likimiz 2.2lik stenkada. Dalamızdan birden bakını çıkarıp verdik. Kondisyoner bo'lgani uchun şurada sal büküp verdik. Bu dalandagi ikinci bataryamiz. Spalnilerimiz yine bu aradan 15 latib. Chiroyli rossiyalik kraniklarni qo'yib 90 gradus büküp rezvolarni har birini qo'lda yonib ishlab berganmiz. Bu 3-chi bataryamiz. Bu kotelimizdan 15, başta 30 metre uzaklıkta ahırkı bataryamiz. Aynanın pesine doğru yakkan için düşürüp üstünü aylandırıp ula verdik. Köp götürsek bataryanın kalkılmayacak olduk. Şunun için pesine koyup abratyasını doğru ula badasını üstüne ötürüp verdik. 4-cü bataryamiz. Bu 5-ci bataryamiz. Bu yana bir spalnimiz. Xudo xolasa hamma bataryalarimiz 48-50 gradus qız tuttu. Kotelimiz ham 50 gradus ber tuttu. Bu 5-ci bataryamiz. Bir zalımız ham 15 lat qo'yib berdik. 6-cı bataryamiz. Hammalari jiddiy bo'lib turibdi. Qo'ldan kelgancha akkuratroq ishlashga harakat etdik. Ko'p yerlarimiz o'zini avvalgi do'shlarına doğru kelgan, shuning uchun sal qiyinroq bo'ldi. Kuxnyamizdan 10 lat birini qo'yib berdik. Banimizdan o'zida bir bataryasi bor ekan. Berimizdan 10 lat bimetal bataryadan qo'yib berdik. Topli pollarini ham ula berganmiz. Xudo xolasa qizib boshladi, chiroyli bo'lib. Bu uyimize 5 kitaplı bunker kotelimizdan koyup verdik. Morlarımız 150'lik oldu. 21 metre 32'lik, 90 metre 25'lik, 30 metre 20'lik işletip vergenimiz. Nasozlarından koyup, kraniklerinden koyup, çıralatip, samotyok sistemada işletip topşirdik. Bakalasa kotelimiz işlep tuttu. 60 gradusdan tuttu. Bu uyumuza gelgen vaqtimizda başta 31 milyon so'm hamçut çıkarıp verdik. Bugün yazıp hesap kitap edip kızdırıp topşirdik. 30 milyon 619 milyon so'm pul bo'ldi. Başta 1 milyon avans verdik. Ularni ham qaytib o'zini ko'rsatib, chiroyli hesab kitob bo'ldi. Asa ko'rib boraverasizlar ki, mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atablini, gaz atablini o'tiramiz. İşimizda 1 yil garantiya. Şu kanalda rozi uchun like bosib
Kanalımıza abone bo'lib qo'ying. Ko'mir men o'tiraman degan danışma ishlarga videoni tashlab qo'ying. Kanalimiz kengroq tarqalishi uchun yordam bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mega rahmat.